Assalomu alaykum hammaga. 18-iyul 1-semina majburiy matematikaga tushgan savollar yechimini ko'rib o'tamiz. Birinchi savol. 6 soni 8 ning necha foizini tashkil qiladi? 8 ning, qarang, 8 ni 100% deb olamiz. 8 100% deyilsa, 6 necha foiz? X foiz proporsiya qilamiz. Shunda 8 x 600 ga teng bo'ladi. X ni topsak 75% ekanligini topib olamiz. Keyingi savol. 8 litrlik 375 ta chelak hovuzga solindi. Jami necha metr kub suv yig'ildi? Demak, biz hozir 375 ni 8 ga ko'paytiramiz. Demak, 8 kara 5 40, 8 kara 7 56, bu 24 30, 3000 litr necha metr kub? Buning uchun 1 metr kub 1000 litr ekanligini bilishimiz kerak. Demak, buni 1000 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 3 metr kub ekanligini topib olsak bo'ladi. Mana sizga javob. 3-savol. Savatda anor, olma va nok mevalari bor. Ularning jami soni 14 ta. Nok olmadan 3 ta kam, anor esa nokdan bitta kam bo'lsa, savatda nechta olma bor? Demak, qarang, nok olmadan 3 ta kam, anor esa nokdan bitta kam. Demak, anorni x deydigan bo'lsak, nok x plus 1 bo'ladi. Nok olmadan 3 ta kam. Demak, olma x plus 1 plus 3 bo'ladi. Shular hammasini qo'shib chiqamiz, qarang. Shunda 3x plus 5 bo'lar ekan, barobar 14. Shunda 3x ni topadigan bo'lsak 9, x barobar 3. Bu nima degani? X 3 degani anor 3 ta, nok 4 ta bo'ladi. Xo'p, bu yoqda olma esa 7 ta bo'ladi. Bizdan nechta olma bor deb so'rayapti. Demak, olma 7 ta. 4-savol. Oddiy kasr hisoblaymiz. Bunda nima qilamiz? Noto'g'ri kasr qilamiz. 3/3 bu 10 taqsim 3 bo'ladi. Ko'paytirilgan, buni kasr qilib yozsak 1 taqsim 10. 10lar qisqaradi va 1 taqsim 3 qolar ekan. Bizda 1 taqsim 3, javob. 5. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti ikkinchi katetidan 2 marta uzun. Agar uning yuzi 9 cm² bo'lsa, katta katet toping. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. Mana bu katet A desak, bu 2A ekan. Yuzi qanaqa bo'ladi? Uchburchakning yuzi katetlar ko'paytmasining yarmi, ya'ni 2a² taqsim 2. Bu 9 ga teng ekan. 2 lar qisqartirsak a² 9. Shunda a ni o'zi 3 cm ekanligini topib olamiz. Bunda bu 3 bo'lsa, bu 6. Katta katetini toping, bu B javob. 6-savol. Uchburchakli prizma va to'rtburchakli piramida uchlari soni o'rtasida farq qanday? Uchburchakli prizma, qarang, prizmani uchlari soni, prizma uchlari soni ikki formula bilan topiladi. Bizda uchburchakli bo'lganligi uchun bu 6 ta. Xo'p, piramidada esa piramida bo'lsa, piramida uchlari xo'p n plus 1 formula bilan topiladi. To'rtburchakli bo'lganligi uchun bu 5. Orasidagi farq 1 ekan. Demak, 6 dan 5 ni ayirsak 1. 7. A va B parallelligini bilsak, x burchak topishimiz kerak. Demak, bu 130 gradus bo'lsa, mana bu mos burchagi ham 130 gradusligini bilamiz. Shunda 130 ning qo'shnisi, demak, bizda 50 gradus bo'lish kerak. Mana bu burchak 50 gradus. Qarang, endi 50 bilan 20 ni qo'shsak, mana bu tashqi burchakni beradi. Bu necha gradus bo'ladi shunda? 70 gradus. Demak, bizda javobimiz C. 8. Tenglamani yeching. Bu yerda tenglamada e'tibor bering, maxraj 0 bo'lmasligi kerak. Buning uchun x teng emas 1 deymiz. Shunda tepasini 0 ga teng deb ishlasak, buni 5 ga ko'paytirib yuboramiz. Bu x minus 0,2 ni 5 ga ko'paysa 1 teng 0 bo'lishi kerak. Bunda x teng 1 chiqib qoladi. Bu mumkin emas, chunki 1 ga teng emas deyilgan. Shuning uchun yechimga ega emas degan variantni olamiz. 9. To'g'ri tengsizliklar sonini toping. Minus 14 minus 16 dan kattami? Ha, bu son o'qida o'ngroqda turgani katta bo'laveradi. Masalan, minus 9 minus 10 dan kichkinami? Yo'q. Xo'p, minus 5 minus 4 dan kattami? Yo'q.
Xo'p, D minus 2 minus 3 dan kattami? Ha. Bizda ikkita noto'g'ri, ikkita to'g'ri. Bizda to'g'rilari ikkita ekan. Soddalashtiring. Bu yerda o'xshash xatlarni soddalashtirishimiz kerak. Oldin bularni ko'paytirib olamiz. 8AB bo'lgani bu 8AB kvadrat degani. 3BAB bu 3AB kvadrat. Bu 1B kvadrat A yoki 1AB kvadrat. Shunda 8AB kvadratga 3AB kvadrat qo'shsak 11, buni qo'shsak 12. 12 dan 10 da ayirsak necha qoladi? 2AB kvadrat qolar ekan soddalashtirganimizda. Xo'p, keyingi savol. Ikkinchisi meni tushgan majburiy. Ikkinchisi meni tushgan majburiyda ham masalan hisoblang deyilgan. Oddiy kasrni hisoblash. Bu yerda umumiy maxraj berishimiz kerak. Bunga 6 tadan, bunga 5 tadan. Bu demak 5. Yo'q, bu 6 plus 5 taqsim 30. Bunda bo'ladi 11 taqsim 30. Bizda javob A variant 2. 3 kilogramm olma 3600 so'm bo'lsa, xuddi shunday 4 kilogramm olma narxi. Qarang, 3 kilogramm 3600 so'm, 4 kilogramm x. Proporsiya, to'g'rimi? Shunda 3x imiz 4 ko'paygan 3600. 3 bilan 3600 ketsa 1200 qoladi. To'g'rimi? Shunda x topsak 4800. Va bizda mana D. 3-savol. Bitta buyumni o'rash uchun 250 mm mis kerak. Xuddi shunday 2 buyumni o'rash uchun qancha santimetr sim kerak? Bitta buyumga 250 bo'lsa, ikkita buyumga 500 mm bo'ladi. Faqat bu yerda chalg'itadigan joyi santimetrda so'ragan. Biz 50 santimetr deyishimiz kerak. Adashib B javobni belgilab qo'ymang. 4-si. ABC teng yonli uchburchak perimetri 31 ga teng. Demak, teng yonli uchburchak kerak bizga. Teng yonli uchburchak perimetri 31, AB 11. ABC, AB 11, bu ham 11. AC BC. Yo'q, demak AB AC BC ga teng ekan. AC BC teng. AB 11 perimetri 31. Demak 11 31 dan 11 ayirib tashlasak 20 bo'ladi. Bular 10 10 bo'lish kerak bo'ladi. AC tomon uzunligi 10 ga teng. 5. Anvar 4 ta fandan o'rtacha 60 ball to'pladi. Agar u 5-fandan 80 ball olgan bo'lsa, 5 ta fanda o'rtachasi. Qarang, 4 ta fanning o'rtachasi 60 bo'lsa, unda umumiy u 240 ball to'plagan. Yana unga 80 ball qo'shib 5 ga bo'lsak necha bo'ladi deyapti. 320 ni 5 ga bo'lamiz. 64 ball o'rtachasi. 6-savol. Uchburchakli prizma barcha qirralari uzunligi 4 cm bo'lsa, barcha qirralar uzunliklarini yoz. Uchburchakli prizma bo'lsa, uning demak 6 ta uchi bor. Xo'p, barcha qirralar 3 formula bilan topiladi. 9 ta qirrasi bor. Bizga qirraning har biri 4 cm ekanligi aytilgan. 9 kira 4 36 chiqadi. 7. Dehqon 140 kilogramm olma sotgandan keyin uning olmalarining 3 dan 2 qismi qoldi. Qarang, dehqon jami olmalarini mana shunaqa 3 ta bo'lakka bo'lib olgan deylik. 140 kilogramm sotsa 3 dan 2si qolibdi. Demak, mana buni sotgan, bu yog'i qolgan. Bu 140 kilogrammga to'g'ri kelyapti. Bular ham 140 kilogrammdan bo'ladi. Unda jami qancha bo'lgansa 3 kira 140 420 kilogramm. Ifodalarni soddalashtiring. Qanday soddalashtiramiz? Qavs oldida minus ishora tursa, bularda ishoralari qaram-qarshisiga o'zgaradi, to'g'rimi? Bu 3x bo'ladi, bu minus 4, bu minus x plus 2. 3x dan x ayirsak 2x minus 4 plus 2 minus 2 ni beradi. Demak, 2x minus 2. Xo'p, 9 HKD burchak kerak ekan. HKD. Qarang, nima qilamiz? Bu 25 gradus. Mana bu burchak 65 bo'ladi. Chunki ikkalasi 90 chiqishi kerak. X bilan 65 mos burchak bo'lganligi uchun ular ham teng bo'ladi. X imiz 65. 10-savol. Hisoblang, oddiy hisoblash. Bunda birinchi 7 dan 15 ni ayirib olamiz. Minus 8 bo'ladi. 9 dan 17 ni ayirib olamiz. Bu ham minus 8 ni beradi. Endi ikkita minus 8 lar turibdi. Ko'paytirib chiqsak ham bo'ladi. Qavsdan tashqariga olib chiqsak ham buni olib chiqsak agar 3 minus 5 qoladi. Bu nimani beradi? Minus 2 ni. Endi minus 8 ni minus 2 ga ko'paytirsak, bu plus 16 chiqadi.
tushunarli a? Bu A variant degani. Bizni kuzatib boring. Instagramda, YouTube, Telegram yechimlar bilan bo'lishib boramiz. Hammaga rahmat.